Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan New Soliq Service.uz saytida xat hujjat turini yaratishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun tizimga korxona kaliti orqali kiriladi va ekranning tepa o'ng qismidagi yaratish tugmasini bosish kerak bo'ladi. Va hujjat turlaridan xat hujjat turi tanlab olinadi. Hujjatni to'ldirishni boshlaganingizda birinchi bo'lib hujjat raqami kiritiladi. Keyin esa hujjat sanasini tanlash kerak bo'ladi. Undan keyin qabul qiluvchi ma'lumotlari to'ldirib chiqiladi. Qabul qiluvchining NN yoki PNFL raqami kiritilgandan keyin keyingi rekvizitlari avtomatik ravishda soliq bazasidan to'ldiriladi va filialni tanlab olsangiz bo'ladi. Undan keyin yuboruvchining lavozimi kiritiladi va xohish bo'yicha elektron pochta va korxona veb sahifasini kiritsangiz bo'ladi. Telefon raqami albatta kiritib olinadi. Bir va undan ortiq telefon raqamlarini qo'shsangiz bo'ladi. Xohish bo'yicha korxona logotipini yuklab olsangiz bo'ladi. Keyin esa matn kiritib olinadi va fayllar hajmi 2 megabaytdan oshib ketmasligi kerak bo'ladi. Hujjatni imzolashdan oldin saqlab olib ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Saqlanganlar bo'limiga tushgandan so'ng hujjatni ko'rib chiqib, imzolash tugmasini bossangiz bo'ladi. Hujjat imzolangandan so'ng uni yuborilganlar bo'limidagi xat bo'limidan topsangiz bo'ladi va tayyor bo'lgan hujjatni yuklash tugmasi orqali PDF shaklida yuklab yoki chop etib olsangiz bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.